Bugun ham Qo'shaloq bayramga xizmatga kelganmiz, ya'ni akamlar farzandli bo'lganlar mana raddomdan olib chiqyaptilar. Ham iftorlik ehson dasturxonini yozib mehmonlarni kutib olishyapti. Biz endi ish jarayonlarini yoritib berishga harakat qilamiz. Kirganda bu yoqda mana biz ishlaydigan joyimiz bo'lyapti. Bu yoqda mana choylarni tayyor qilib qo'yganmiz. Bu yoqda mana choylar qaynab turibdi. Ko'rsan, choylarni tayyor qilib qo'yganmiz. Bu yoqda hozir mana salatlari, zagotovkalari ketyapti. Mana ovqatlarni bu yoqda mana osh qo'yamiz, ikkinchisiga, birinchisiga mana bu yoqda manpar qo'yamiz. Ichkaridagi dasturxonlarimiz ham tayyor bo'lgan. Ichkaridagi dasturxonlarimizni bitta ko'rsatamiz. Ichkarini chiroyli qilib bezatib qo'yishdi. Manparlarni shavla qilib. Mana kirganda mana stolimizni mana shu kirga urishga dumaloq holatida mana shu chiroyli qilib joylashtirdik. Mehmonlar kelishganda birinchi chetga o'tkazamiz, keyin ichkarida mana cho'xonaga joy qilganmiz. Kirganda o'ng qo'lda mana qudalarga o'zligini stol ustuliga bor ekan, mana shu holatda chiroyli qilib bu yerga joy qildik. Stollarimiz уже hamma narsalarimiz tayyor bo'lgan. Endi mehmonlar kelishidan oldin salatlarni svejiy holatda tortish uchun tayyor holatiga olib kelib qo'yamiz. Mana bu yoqdan chiqqandan keyin bu yoqda asosan ayollarga joy qo'yamiz. Yana kirib kelganda bu yoqda yana alohida 12 talik joy qilingan. Bizning o'zimizning standart stolimiz holatida ikkiga birlik stol joylashtirdik xonamizga. Xonamizda razmeriga juda chiroyli holatda joylashdi. 12 kishilik holatda mana shunaqa holatda joylashdi. Mana stolni ham bitta ko'rsatib tanishtirib o'tishga harakat qilaman. Stol ustiga qo'ygan narsalarimiz mevalarni chiroyli qilib xilma-xil holatida kesib, chiroyli qilib chiqarib qo'yganmiz. Sirbirinza assorti bir to'rtxil holatda chiqarganmiz. Mana bu yoqda misyon assortimiz bor. Ishonchli holatda bir 3 xil go'shtni ishlatganmiz. Qazi, mol archa ruleti va mol sir rulet qilib chiroyli holatda ishonchli go'shtlar bilan chiqarganmiz. Demak, bu yoqda yupqalarni chiroyli qilib kesib chiqarib qo'ydik. Chuchvara, bilinchi qo'yganmiz. Shirinlik assortini ham oraga chiroyli qilib joylashtirib qo'ydik. Svejiy salat, solyoniy salat, sezar salat, xrustashi baqlajon salat. Mana iftorlik seti, xurmo, yong'oq, mayiz, qo'qon holva, og'iz ochilgandan keyin eng yaxshi yeyiladigan taomlarimizdan hisoblanadi. Mana hozirgi mavsumiy mevalardan muskat uzumini, mandarin qo'yganmiz, qulupnay qilib, mana shu holatda dasturxonimizdan chiroyli qilib chiqarishga harakat qildik. Mana har bitta odam uchun alohida korolevskiy xurmodan qilganmiz, suv qo'yganmiz, qaymoq, nisholda. Mana chaqchuqlar xonadon egalaridan bo'lgan chaqchuq, nabitka, shokolad shu 3 ta narsa xonadon egalaridan qolgan hamma narsani biz o'zimiz olib kelib, joylashtirib, mana stollarni chiroyli holatda chiqardik. Mana hozir pastga ham erkaklarga qilgan joyimizni ham bitta ko'rsatib o'taman. Bu hozir ayollarga qilingan joy. Kirib kelganda uyga futbolga alohida eshikdan tushib keladigan qilib erkaklarga mana joy qilib qo'yilgan. Shu 20 kishilik atrofidagi erkaklar uchun bu yoqda bitta kichkinagina o'zligini stolligiga mana shunaqa ixchamgina qilib, chiroyli qilib stollarni tayyor qilib qo'yganmiz. Bundan tashqari mana ichkarida ham 12 kishilik qilib chiroyli holatda uni joylashtirib qo'ydik. Ham kelib o'tirishganda ham bakne qilib, bemalol og'zini chiroyli qilib ochib, mana joylagan bemalol ekan. Og'iz ochilgandan keyin namozlarni o'qib, keyin kuy ovqatlarni ketma-ketlikda tortishga harakat qilamiz. Yana bitta qilib mana bu yoqda detskiy plashyatkani ham qilib qo'yishgan ekan. Bolalar ham maza qilib o'ynashiga. Catering xizmatlari agar sizlarga ham kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilsanglar, ishonchli holatda chiroyli qilib o'tkazib berishga harakat qilamiz. Bemalol bizga aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Obuna bo'lib qo'yishni esdan chiqarmanglar. Bizning xizmatlarimizni yoritib olishga harakat qilamiz. Kuzatib borishda davom etinglar.